Assalomu alaykum akalar, aziz yurtdoshlar. Yer hozir qorong'i yaxshi ko'rinmayapti. Eski mashinalarni tekshiradigan joy. Ya'ni dilerlar chetdan tashqaridan mashinalarni olib kiratib, birinchi o'rinda mana shu tekshiradi, keyin o'zimizni saytlarga chiqaradi. Shu mashinalar hali saytimizga qo'yilmagan. Mana shuncha mashina turibdi. Ertaga ish kunida mana shu mashinaning texnik holatini tekshirib, keyin biz saytimizga chiqaradi. Kimga kerak bo'lsa mashina ochsa to'lovlari yo'q holatida arzon holatdagi mashinalar shu yerda hozir. Mana bittasini men hozir olib ketyapman. SM7 avtomobili. Boshlig'imiz o'zi oldi. Hali saytga qo'yilgani yo'q. Shunga o'zim minib turib mashinani sotding, mashina olguncha deb shu mashinani menga minib turib deb berdi. Agar xaridor chiqib qolsa, sotib olsang ham mayli dedi. Hozir qorong'ida tanada aqlga olyapman. Deb mo'yka qilib, chiroyli qilib vaqt bo'lganda yana o'zini qo'yaman. SM7 avtomobili hozir meni minib ketib, hadovoylarini, holatlarini o'zim ko'raman. Qanaqa ekan? Kim olaman desa, aloqaga chiqsanglar. Xudo xolasa kelishib qolsak, bermay yuboraveraman. Shu yerdan narx sotib olsang ham mayli dedi. Narx stenka pullari qo'shilmaydi. Narxini общий summasini 2.300.000 ga qilib beraman dedi. Mashinani mana holatini tekshirib, minib ko'ramiz endi. Yana bir obzor qilib chiqaraman. Kim qiziqsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar.